Jarima ballari haqida siz bilgan va bilmagan muhim faktlar. Jarima ballari 2025-yil 1-iyundan boshlab kuchga kiradi. Jarima ballari faqat yo'l-patrul xizmati xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy bayonnomalar bo'yicha hisoblanadi. Jarima ballari E-jarima ball moduli orqali inson omilisiz avtomatlashtirilgan holda hisoblab boriladi. Agar haydovchilar 12 oy mobaynida qoida buzmasa, keyingi yildagi birinchi qoida buzarligi uchun jarima ballari yozilmaydi. Agar haydovchilar oxirgi huquqbuzarlik uchun jarima ballari qo'llanilgan vaqtdan boshlab 6 oy mobaynida qoidabuzarlik sodir qilmasa, uning jarima ballidan 2 ball ayirib tashlanadi. Haydovchilar jarima ballari haqida o'zlarining mobil aloqa vositalariga kelgan SMS xabar orqali xabardor qilinadi. Haydovchilarning jarima ballari 8 ballga yetganda ular rasmiy ravishda ogohlantiriladi. Haydovchilarning jarima ballari ular birinchi marta qoidabuzarlik sodir qilgan vaqtdan boshlab keyingi yil shu kunga qadar 12 ballga yetmasa, jarima ballarini hisoblash yangidan boshlanadi. Ya'ni hammasi o'chib ketadi. Jarima ballari 12 balldan oshgan taqdirda haydovchilarning hujjatlari ma'muriy jazo qo'llash uchun sudlarga yuboriladi va bu haqda ularga SMS xabar orqali ma'lum qilinadi.